Pardamiz 4 qatorlik parda, 4 qavat, lekin karnizimiz 3 talik. Shunda 4-qavatimizni qayerga qotiramiz degan savollar uchun ajoyib layfhak. Mana 2 qatorlik karnizdan olamiz. Mana 2 qatorlik karnizimizdan ikkita oldik. Agarda birinchi marta qotirishga qiynalsangiz, mana bu joyidan ozgina aspix klipni qotirib olamiz. Bosh tomonidan bir xil qilib qotirib olgandan keyin kreshten tanlashda adashmaymiz. Kreshtenning 2 xili bor. Mana bunaqa kreshten bor, ikkita yo'nalishli va 3 talik bor. Biz 3 talikdan foydalanamiz. Xo'p, 3 talikdan foydalanganda birinchi yo'nalishimizni bunga to'g'ri keladi, ikkinchi yo'nalishimizniki bunga to'g'ri keladi. Buni boltka bilan qotirganimizda 4 qavatli karniz hosil bo'ladi. Lekin bundan foydalansak, bu narsa o'xshab bermaydi. Mana o'zingiz ko'rishlaringiz mumkin. Mana bunday qo'yganimizda bu joy ikkinchi karniz ushlashga joy yo'q. Boltkaga qotirish uchun bittasini ushlaydi. Agarda mana bunday qotiradigan bo'lsak, birinchisini ushlashga joy qolmayapti. Bunga qotirib, mana bu joyda qotiradigan bo'lsak, yonida ortiqcha joy juda ko'p chiqib ketyapti devor tomonidan. Ya'ni 20 santimetrlik joyni egallab qoladi. Eng ma'qul tanlov mana shu kreshten.